Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Kecha kuni ulgurmay qoldik degan aka-ukalarimizga mana xudo xolasa Savayskiy toza shved yoshidan sal o'tgan, buqa talab bo'lib rosa kuyikib turgan navbatdagi xudo xolasa bugungi yana bir hunarchinimiz. 2026-yil 28-fevral aka-ukalar. Ko'rib qo'yamiz. Nima deyapti turuvdi qaranglar. 4 son, oldi orqalari betonidan, kengidan. Zasoslarini ham ko'rib qo'yamiz akalar. Eslik. Tepmaydi, boshqa qilmaydi aka-ukalar, ko'rib qo'yasizlar. To'rtala yilini 4 joyda ajinli xudo xolasa. Yeb ichishlari, sog'lik salomatliklariga garantiya. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor xudo xolasa. Ular oldi orqalari keng. 10 yil, 15 yil sigir qilaman, mahallani sut bilan ta'minlayman degan opa-singillarimizga, buvajon, onaxonlarimizga yarasa sigir qiladigan narsa, yosh narsa xudo xolasa. Sirazi olasizlar, xudo xolasa buqaga qo'yib qo'ysanglar, o'sha buqaga tayyor, oyoq qo'llari uzungina tayyor. Yelinlari ham rosa chiroyli xudo xolasa, zasoslari ham oppoqqina, oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyoq, oq yelin deganlaridan xudo xolasa. Buni qaranglar, yelindi ham xudo xolasa bu o'sha 29, 35, 2460 litr sut qiladigan sigirlardan xudo xolasa. Ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bo'ylari 1.25 plusiga olsanglar bo'laveradi, xotirjam. Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan. Savayskiy toza shved. Toza shved hunarchinimiz. Qisir aka-ukalar, xudo xolasa buqaga tayyor bo'lib kuyikib turgan holdagisi ko'rasizlar. Xudo xolasa ushbu hunarchinimizga aka-ukalar 24 million so'm narx so'ralinyapti. Kami xayri bor, vodiy bo'ylab xudo xolasa dastavkalari besplatniy yetkazib beramiz chiroyli qilib. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, aloqaga chiqasizlar aka-ukalar. Bozorni qilamiz, kelishib olsak xudo xolasa manzilingizga yetkazib beramiz chiroyli qilib. 24 million so'm xayri bor, kami ko'si bor. Bozorni qilinglar. Xudo xolasa videoni mana shu yergacha ko'rib turgan bo'lsangiz aka, ekran o'rtasiga bitta like bosib podeshka qilib turasiz. Bundan xudo xolasa bundan keyin yana bitta hunarchinimiz bor. Unisini sizlarga ko'rsatamiz. Yeb ichishlariga xudo xolasa 1 hafta garantiyasi bor. Yeb ichishlari, sog'lik salomatliklari aka-ukalar hamma yo'q joyida, pachka. Budjetning variant so'raganlarga ushbu hunarchinimiz qisir aka-ukalar kuyikib turibdi tayyor bo'lib buqaga 17 million so'm narx so'ralinyapti. Xudo xolasa aka-ukalar vodiy bo'ylab bunisini ham dastavkalari xudo xolasa besplatniy vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlari o'zimizda aka-ukalar. Voha tomonlarga albatta kelishilgan holatda ushbu ekranimizdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar akalar. Bozorni qilamiz, kelishib olsak yetkazib beramiz inshaalloh. Yaxshi niyatda go'zal narsalar xudo xolasa. Sigir o'lgandan keyin bitta oilani sut bilan ta'minlab xudo xolasa ko'rib qo'yinglarchi. Oyoq qo'llari uzungina tiriklagan. Sigir qilsang shunaqasini qilsa, qanaqasini ham qilasan, boshqa esliklari joyida, boshqasi joyida aka-ukalar. Sasoslarni ham ko'rib qo'yinglar, to'rttasi отдельный xudo xolasa. Yelinni ham katta qilib soladigan variantida. Kam bo'lmaydi, buni olgan odam uyiga kirsin, olmagan tushiga kirsin degan joylar aka-ukalar. Shu yergacha kuzatib turgan bo'lsangiz, jon ekranning o'rtasiga like'larni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi qilyapti turgan ishlarimiz aka-ukalar. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.